Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her şadlıktin judadır hayat, andı nur her ün, mulluk, tıkık. Almanya sakta azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını özümü sorayımız. Menise küçük balını kolluganda kollumakçım ha? O ne? Yamaç kazanda bir kıtım aşmışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir camcı. Benim hakkım, halıkını cebir zulümünü kutkuzup, erkin azatlıkı çıkırıp, tinç, paravan turmuşka ilgi kılış. Hey! Şimdi ben digen doğmadığını kışka! Onun deydiğine gibim var! Bizni iyiliği tarafga, azatlık meşini yangan, meni taqdirga başla heytemaka. Oygangan ziminni, endi hiç kim unutalmaydı. Kundan buyon Qashqardagi Heyitgoh maydonining o'ttirsig'i tikilgan o'g'zi bo'yi yog'och momda qon dog'lari uyib qolgan 2 kalla esiqliq edi. Ularning biri Shoh Mansurning, yana biri Amir sohibning beshi edi. Yo'lovchilar yaqinlarini tutishib, yerdan ustun qaramay qadamlarini tezlatib mang'an. Yog'och momning tuvida qilishlarini yalang'achlagan 3 yerik xuddi bu qonliq kallalarni birovlar ap kechib ketadigandek sagaklik bilan qorovullik qiladi. Osmon gumbizining sharq kirvigi sal-pal suzilishga boshlagan chaqda Heyitgoh jomasining udulidagi usti yepiq tor ko'chada 2 odamning qorisi paydo bo'ldi. Ular tam yaqinlab kelib maydonga yiqinlashdi va yilqi yog'och momini ko'zlab yo'g'on bir terakning orqasiga yo'shirindi. Ularning biri Mo'ng'ul margan Jabobat. Ikkinchisi Tursun Do'lan edi. Bu yil qish so'zilib, yoz kechikib kelgachga, mart oylari bo'lishiga qaramay havo xeyli sovuq edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yiliqi 3 yerik qilishlarini qo'ltiqlariga qisib, qo'llarini yanglari ichiga tiqib, yog'och mo'ma atrofida xuddi juvozga qaytilgan qichirdek tinmay cho'rgilab yuradi. Osmon gumbizining g'arb kirvigida mis qalqandek esiqliq turgan to'lin oy maydonni kunduzdagidek yo'rtib turadi. Jabobato terak orqasida turib o'qyayini cheriklarga to'g'riladi. Ko'z yumib ochqicha 3 yerik orqa-orqadan yer tishlab qoldi. Tursun Do'lan yugurib berib, yog'och mo'miga maymundek chaqqonlik bilan yomishib chiqdi-da, har 2 qo'lini pastga elib tushdi va Jabobato bilan birga yilqi usti yepiq tor ko'chada ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qiziq ish. Bir haftadan keyin Xotan tog'larining birida yuziga qora niqob tortib olgan qora otliq odam paydo bo'lib, o'zini "Men Shoh Mansur" deb e'lon qildi. Xalq orasida Shoh Mansurning beshi bilan teni qo'shilib, u qayta tirilibdi degan gaplar tarqalishga boshladi. Bir muncha kishilar uningga ishinib, uning to'pig'iga qo'shilish uchun uni izlab tepishga kirishib ketdi. 19-bob G'alati mahbuslar. Öz ölümünüz hakkındaki hükümge merhamet kılıp, özünüz kol koyup verin. Ben kol koyay desem, könglim yumşaklık kılıp atıdı. Köküyün romanıdın. Aprel iyi emdili kirgen günlerinin biride, hacim öz hemrahlar bilen erkeştam çigrasıdın yekenge qaytdi. Onun ruhi çüşkün, kapakları türük idi. Hacı akam, hop görünüdü o. Erkeştam sepri soğuk geldi mi o nime?
pichirlab so'radi Namat Xalpat hojimning keynidan uyga kirib ketayotgan Qosim apandining yengini tortdi. Xeyli so'q keldi. Keyin hammani so'zlab berman Xalpatam. Aldirash yo'q apandim. Hardiqingiz chiqsin. Yo'l azobi, go'r azobi emasmi, ha? Kechqurun Qosim apandi Namat Xalpatning qishig'i ko'rdi. Ikkalam choy ichishgach parong'i tushdi. Qosim apandining aytishicha, ular Erkashton chegarasi yenidagi Simxona degan yurtga borgan hamon Qosim apandi Sovet chegara qorovulxonasiga berib, hojimning kelganligini ma'lum qildi. Qorovulxona nachalniki bu ishdan xabardor ekanligini aytib, hojim bilan ko'rishgili ketdi. Hojim Sovet hukumatidan yordam so'rab yozgan xatni uningga beribdi. Nachalning bu xatni yuqoriga yetkazib berishga va'da berib, javob kelguncha mush yerda kutib turinglar, deb qaytib ketibdi. Shuning bilan biz Simxonada 10 necha kun javob kutib yotdik. Simxona tog' ichiga joylashgan cho'l yurt bo'lsa-mu, noita havoliq ekan. Ammo qiladigan ish yo'q, tozimiz zerikdik. Bo'libmi, Hoji akamning ichi bak pishib ketdi bo'g'ay. Kun arlab degidek o'g'li chiqatdi. Menmo billa boratdim. Ammo har qitim quruq qo'l qaytatdik. Nima? Otqudek bir nima tepilmaymi? Yo'qsa, otadigan nimaga ko'p, ammo otqili bo'lmaydi-da. Tushundim. Atiyaz, hamma jon-jonigarlarning tug'digan mavsumi, shundoq emasmi? To'g'ri, rostini aytganda, biz bir nima etib kelishga emas, faqat ish pishqini chiqarishqili chiqatdik. Bir kuni qiziq bir ish bo'ldi. Bunimi sizga aytib beray. Men Hoji akamdan 5-10 qadam orqada ketib o'tib, o'ng tarafda bir nimaning shapsini tuyib qoldim. Shunda qarasam, 100 qadamcha keladigan yerdagi qo'ram toshning tubida bir bo'ra oftobga qoqilib yetibdi. Darhol yerga yetib, uni qorg'a oldim. Hoji akam orqaga burilib, "Otmang uni!" deb varqirdi. Men oldirab tinib, "Bo'ra, Hoji aka, bo'ra!" dedim. U menga qaramay turib, "Bo'rlikini men bildim" dedi. Men yana oldirab, "Amsi nimishqa otmaymiz" dedim. U ovozini ko'tarib, "Bo'g'azliqini ko'midingizmi?" dedi-da. Xuddi mening etib qo'yishimdan ansirgandek havoga qartib, bir pay o'q etibdi. Bo'ra qo'rsqini so'rab qechib ketdi. Voy iset, uni itiratgan bo'lsak bir emas, 2 yirtqich yo'qolgan bo'ladi dedim men Hoji akamning qishig'i kelib. U hech nima demadi. Men uning bu ishiga hayron qoldim. Darvaqa qiziq ish bo'pti. Men madrasadagi chig'imda bir mudarrisning og'zidan "Shariat isitsang o'ltir yilonni, tariqat isitsang og'ritma jonni" degan gapni anglagan edim. Hoji akamga madrasa ko'rmagan odam, ammo o'zi taqvodor bo'lg'achqa tariqatga ancha-muncha moyilligini bag'ishlaydi. Xayr, bu gapni qo'yib turaylik. Shunda qilib, oxir u tarafdan nima javob bo'ldi apandim? Shuni aytsingiz-chi. Nima javob bo'lmoqchi? Dal mening o'ylig'im bo'lib chiqdi. Bir kuni nachalnik kelib, Hoji akamni u yoqqa taklif qildi. Men tilmashlikqa bordim. Toshkentdan bir cho'ng arbob kelgan ekan. O kishi Hoji akam bilan paranglashib o'ltirib, "Biz sizni zodi tushunolmay qoldik. Siz bir yoqdan bizning tavsiyamiz bo'yicha Shingduban bilan ittifoq bo'lib, Shinjongni birlikda so'rash uchun Jimisar bitimiga qo'l qo'ydingiz. Yana bir yoqdan Angliya jahongirligining qo'lishiga ega bo'lgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining rais jumhurlik sifatingiz bilan bu jumhuriyatni e'tirof qilishimizni talab qilib, vakillar o'miga avatibsiz. Bu nima qilganingiz?" dedi. Hoji akam hayron bo'lib, "Bu nima gap?" deb mendan so'radi. Men bultur, ya'ni 1933-yil 12-oyning oxiri Sobit Tamo'lining Sovet ittifoqi bilan savdo kelishimi tuzish va qurol-yarog' setib olish uchun Mosulbay boshchiligida Toshkentga bir o'mak avatmoqchi bo'lganlik to'g'risida Hoji akamga xat yozganligini eskartdim. Hoji akam, shunda qish bo'lgan. Ammo u xatda Sharqi Turkiston to'g'riliq hech qanday gap yo'q edi-ku. Mosulbayni Toshkentga men avatmagan to'sam, Sobit Tamo'lla nimishqa mening nomimni onanga yezib qo'ydi deb qayib ketdi va bu gaplarni ma'lum kishiga ayting dedi. Men heliqa arbobga ahvolni tushundirdim. Heliqa arbob bir oz o'ylanib olgandan keyin, "Demak, Sovet ittifoqi
Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini e'tirof qilsin degan talabni siz qo'ymaganmi dedi. Hoji akam o'rnidan chachirab qopib, "Men Sharq Turkiston degan bir nimaga qo'shilmaydigan tursam, yana kelib Shingduban bilan bizning oramizda butun bor tursa, men qandoqsiga bundoq talabni qo'yman?" deb varqirab ketdi. Orqadilla Sharq Turkiston qurgan bo'lsa, Sobit Tamolla quribdi. Meni raislikka taklif qilganda, men uningga to'liq poqiymisun. Mening maqsadim o'z oldimga podshohlik qurish emas. Mening bu beshimga toj yarashmaydi deb aytqizgan. Andiza yemagan mantaning pulini men to'ligidakmanmi? Voy besh yo'g'on lomodi deb og'zini buzdi. Arbob bu gaplarni anglab kulib tashladi. Ondan siz Sobit Tamolla hukumatiga qarshi bo'lsangiz, uni nemishqa vaqtida yo'qotmadingiz dedi. Qiziq gap qiladigan odamkansiz, dedi hoji akam. Menga bundoq degicha nemishqa ikki o't orasida kuyib kul bo'lmading desangiz bo'lmamdi. Siz mening o'rnimda bo'lsangiz qanday qila oladingiz? Eliqa arbob yana kulib tashlab mundoq dedi. Biz ruslarda bo'lmagandan kechki bo'lsimi, bo'lg'ini yaxshi degan maqol bor. Siz Sobit Tamolla hukumatiga qarshi bo'lsangiz, Sobit Tamolla bilan uning muhim kishilarini darhol tutqun qilib Oqsuga qayting. Biz shu chog'da sizga qayta ishonch bog'laymiz. Sizga berilgan yordamni Oqsudan olasiz. Hoji akam hech nima demay, beshini lang'ishtib qo'ydi. Kechqurun Mosulboylar Arkashtondan simxonaga yetib keldi. Men endi qora bo'ron chiqib ketadigan bo'ldi deb ansirab ketdim. Biroq undoq bo'lmadi. Mosulboylar salomga kirganda hoji akam gapni chaqchaqqa aylantirib, turpaliq savdogar, mening nomimni qancha pulga sotmoqchi bo'lgan. Anglasam, bir shim kepakkimi olmabdi o'zi deb masxir bilan kulib qo'ydi xolos. Bu gaplarga qaraganda, endi hoji akam Sobit Tamollani gunohkor qatorida habs qiladi ekan. Shundaqmi? Shundaq. Cho'qim shundaq qiladi. Uni darhol tutmasa bo'lmaydi. Mehmet Xalpat bilan Qosim apandilar shu paranglarni qilayotganda, Hojimu Mahmud muhiti bilan xos bir uyda jiddiy so'zlashib o'tirdi. Ularning nima deyishganligini hech kim uqmadi. Gugum tushganda Mahmud muhiti o'zining eng ishonchli odamlaridan G'opur Tanjongni chaqirtib kelib, uningga Sobit Tamolla qatorliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati boshliqlarini darhol tutqun qilishni, Qog'iliqdagi Mamtimin hazratni tutishga odam avatishni buyurdi. G'opur Tanjong 200 lik odam bilan darhol Yakan Koni shahar sirtidagi Yong'oqliq bog'ga ot soldi. Bu Yakan bo'yicha mashhur bog'larning biri bo'lib, to'rt tarafda ko'tirma qilib silingan peshayvonlik uylar bor edi. Sobit Tamolla bilan Zerib qori hoji shu uylarda turardi. Ular namoz xutbani amdili o'qib bo'lishiga ot tuyoqlari do'kirlab bog' darvozasi qattiq qiqildi. Hoy-to'y degicha otliqlar darvozaning bir qanotini sundirib, o'yliga bostirib kirishga boshladi. Sobit Tamollaning bosh muhofizatchisi Osman Cho'ng degan gavri odam o'z yigitlarini jangga tayyor turishga buyurib qo'yib, Sobit Tamollaning hujrasiga yugurdi. Sobit Tamolla ahvolni allaqachon tushunib yetgan chig'i Osman Cho'ngning gap qilishini kutmayla, darhol chiqib yigitlaringizga ayting, qarshilik qilmasin. Meni 20 necha yigitim qo'liga xini yiqib olgani yo'q Tamollam. Menda buyruq. Hammaylar qurol tashlasin. Qo'liga to'poncha tutgan G'opur Tanjong shikdan bo'ronda kirib kelganda, Sobit Tamolla bilan Zerib qori hoji xuddi safarga tayyorlangan kishilardek to'n sarpalarini kiyib, uyning o'ttirsida o'ri turishdi. O'yoqdagi kirsin lampa ularning chiroyini ochiq ko'rsatib turardi. G'opur Tanjong bu so'g'ida to'xtab, "Men buyruqqa binoan" dedi-da, nimishqidir gapining oxirini aytolmay to'xtab qoldi. Sobit Tamolla istehzo aralash kulimsirab, "Uxdim. Hammani shundoq bo'lmoqchi. Mana men tayyor." "Menmi tayyor? Hojim janoblari sizni og'var qilmay, oddiy navkarni avatgan bo'lsa-mu, o'z oyog'imiz bilan beraverar edik." G'opur Tanjong gapsiz qilmay eshikni kang echib qo'ydi. Al yetib, Yakan shahri qattiq uyquga ketayotganda, shaharning shimol tarafiga joylashgan Oltinliq tarafdan nutq ovozlari anglanib qoldi.
G'opur Tanjang aholi zich joylashgan ko'chaning og'zidagi hashamatlik hovlining peshayvonida turib, "Tirik tutinglar! Tirik!" deb varqiraydi. Yigitlar G'uva oy yo'riqida to'rt tarafdagi bir uyga kirishga urinadi. U uyning yerim ochiq turgan derazasidan to'xtamay miltiq etilib bir yigit yiqildi. Yana bir yigitning qo'liga o'q tegdi. Uyning ichidan kimdir biri: "Hey, bet chiqarlar! O'lgin kelgan bo'lsa, yiqin kelaverish!" deb varqirab yana o'q uzdi. Hovlidagi boshqa uylardan og'lanayotgan xotin bolalarning qiyachiyollari miltiq ovozlariga qo'shilib butun mahallani cho'chitibdi. Ishlar qavob, mushuklar miyanglab, to'g'ular qaqildab, butun atrofni dahshat bosdi. G'opur Tanjang bir nimani esiga olgandek lapas tarafga yugurdi-da, samon to'shqizilgan bir tog'arni so'rab kelib, uni qo'li bilan quchoqlab olgan peti o'zini hiliqi derazaga urdi. Yigitlar naqshlik eshikni sundirib uyga bostirib kirdi. G'opur Tanjang derazadan tushdi. To'chchasi kelgan qo'yiq burutliq bir odam uyning o'ttirisida turib, "Mana bu ishinglar maqtashga arziydi" deb tishining iqini ko'rsatdi. Bu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining harbiy ta'minot vakili Sultonbek edi. "Tirik tutinglar" degan buyruq bo'lmagan bo'lsa, sen anjolliqning harom tinini poch-poch qilib ishga tashlab berar edim. Siz mening tinimni poch-poch qilib tashlolmaganingiz bilan, sizning sardoringiz Xo'ja Niyoz hoji o'zini o'tida dunyoga kelgan tunji Islom Jumhuriyatini poch-poch qilib, shunda ben bilan Stalinning oldiga tashlab berdigan bo'ldi. Shundaqmi? Men bundoq gaplarni uqmayman. To'g'ri gap qilmay, oldimga tushibman. Bu 1934-yilning 13-aprel kuni bo'lgan ishlar edi. Xinjiangning yaqinqi zamon tarixida lop qilib yenib o'sgan fojia Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati shuning bilan oyoqlashdi. Mamtimin hazratni tutish uchun qog'iliqqa ketganlar 14-aprel kuni quruq qo'l qaytib keldi. Ularning aytishicha, Mamtimin hazrat bu ishni tuyib qilib, Xotan tarafga qaytib ketgan ekan. 17-aprel kuni Cho'loq Suxuy bilan Mafuyan butun kuchini to'plab Yakanga otlandi. Bu kunlarda Sobit Tamulining qurolliq kuchlari butunlay degudek to'zib ketgan. Xotan piroilari bo'lsa o'z yurtlariga ketishgan edi. Uning ustiga xalq ko'pchiligi Jinshurin istibdod hukumatining zulmidan qutulib, amdili deb turganda, Mojoying cheriklarining xuddi shun buyidek o'nib chiqishi bilan boshlanib ketgan ichki urush parakandachiliklari xalqni bezor qilib o'tganlikdan qo'zg'olonning dastlabki chog'laridagidek to'p-to'p kelib piroilar sepiga qo'shiladiganlar oslab ketdi. Shundoq qilib, hojimning qo'shinida faqat 1000 ga yetar yetmas kishi qolgan edi. Bu ahvolda Yakanga bostirib kelayotgan bir necha ming kishilik Mojoying sheriklariga taqobil turish tas edi. Yana bir tarafdan Erkashtom chegarasida hojim bilan uchrashgan hiliqi arbob Oqsuga qaytib yordamni shu yerdan elinglar degan edi. Shu sabablar tufayli pidoilar qo'shinining qo'mondonlik shtabi sheriklar bilan Yakanda urushmay, Makit orqali Oqsuga ketish qaroriga keldi. Yo'lga chiqishdan bir kun burun ig'ir yuk taqalar besilgan, yaradorlar o'ltirgan harvalarni yo'lga selayotdi. Qirg'oqlarida yumran o'chib va dal-daraxtlari yoshirib turgan hayvatlik Yakan daryosining g'arbiy sohilini bo'ylab shimolga mengayotgan 3 harvaning oldida semiz to'riq otqitilgan egiz choqliq Yakan mapisi ketyotdi. Kuchaxinim shu mapada edi. U ochiqchilikni ko'rib mengish niyatida bo'lsa kerak, mapining oldida o'ltirib, bepoyon dalaga, qum barxanlari orasidagi yo'lg'ulliqlarga, o'ng qo'ldan erinchaklik bilan eqiyotgan Yakan daryosiga qarab xayol surdi. Modan xonmo mapining ichidan bo'ynini so'zib, cheksiz daladan ko'zini uzmaydi. Shadipachaq kelgan o'riq mapikesh qamchisini o'ynatib, bir xilda qatrab mangadi. 7-8 qadam oldida
Rozi karvan bilan yanma-yan ketayotgan Sodiq hoji etining tizginini tortib, kucha xinimga pat-pat qarab qo'yadi. Uning ko'ziga bu ativorliq nozik qizi go'yo bo'ron chapqunda qolgan gulga o'xshash vaqtdan burun so'lishib ketayotgandek ko'rinadi. Matiga so'ngdishib ketayotgan ho'shur kanto egarga singayan o'ltirib o'lib, dimg'ida naqsha etib mangadi. Ondek qoraliq yigit onunga so'ngdishib ketayotdi. Ulardan 30-40 qadam orqadagi horvani 10 necha qoraliq kishi org'a elib ketayotdi. Sobit Tamulla, Zerib qari hoji va Sulton beklar shu horvada edi. Uchilisining putiga kishan silingan edi. Üstüvişini qilin changtozan basqiniga qaramay, Sobit Tamullaning qo'yiq kirpiklari orasidagi qo'ng'ir ko'zlari yanala chiroqdek pillildab turadi. Zerib qari hoji yiroqlarga qarab bir xilda tasvir serib o'ltiradi. Yo'g'on yo'rpi kelgan Sultonbek bo'lsa, beshini olqonlarga qo'yib, o'ngdisiga yotadi. Uning yo'g'on ichilgan poltay ko'zlari qorong'u kechidagi mushukning ko'zlaridek yenib turadi. Oxirgi ishga horvada bosh ko'zlari teng'iqliq yaradorlar o'tiradi. Bir tala orqa tarafdan miltiq ovozlari anglanib qoldi. Yigitlar miltiqlarini qo'liga ilib jangga tayyorlandi. Horvikashlar otlariga qattiq qamchi urishga boshladi. Shu asnoda bir otliq choptirib kelib, Majumning sheriklarining qo'shiniga hujum qilayotganligini xabar qildi va hojimning horvilar daryodan tezlik o'tib ketsin degan buyrug'ini yetkazdi. Rozi karvan har qancha qitmo tezroq kechik topolmadi. Shuning uchun hammaylar Rozi karvan boshlagan yo'l bilan qadamlarini texmi tezlatib, daryoning kema soladigan yeriga yetib keldida, kemachilarni oldiratqili turdi. Qo'rqib ketgan kemachilar daryo suvi teha oz bo'lg'achqa, uningga kema silish mumkin emasligini, faqat ot uloqlar bilan o'tkili bo'ladiganligini aytishdi. Endi qanday qilg'uluq? Yordonlarni ot uloqlar bilan daryodan qanday o'tkazgili bo'lsin? Uning ustiga kuchaq xinimichu u ot minolmaydigan tursa. Shu arada ular to'plashib turgan yerga ishga zambarak o'qi tushib, kemichi va yordorlardan bir necha kishi qazo qildi. Cheriklarning shohdab varqirashlari bilan miltiq ovozlari aniq anglanishga boshladi. Oxir yigitlar horvi mabilardagilarni ot uloqlariga ortishtirib, daryodan kechib o'tishga majbur bo'ldi. Hojimning qo'shini etisha chekinmoqda edi. Ular boyiqi yerga kelganda chekinishni to'xtatib, bir yoqdan cheriklarning oldini to'sishga, yana bir yoqdan daryodan otliq o'tishga boshladi. O'g'loqchi Mansur, Jabobado, Ansari va Hitamning yigitlari cheriklarni yaqin keltirmay qattiq to'sib turishdi. Qo'shinning asosiy qismi daryodan o'tib bo'lgandan keyin o'g'loqchi Mansurlar gugum qarong'usida otlarining quyruqlarini tutib olib, daryodan o'tib oldi. Qo'shin boshliqlari tong yo'rganda cheriklarmi musha daryodan o'tishga boshlaydi degan faraz bilan neriqa qirg'oqda jangga tayyorlanib turishdi. Biroq cheriklar u yerdan emas, 2-3 chaqirim tuvan tarafdan o'tib, kutilmagan yerdan hujum qildi. Bu qaytimmo cheriklarning qo'li ustin kelishga boshlagandan keyin qo'shin qilin to'g'raqliqlar ichiga chekindi. Cheriklar bu qilin jangalliqlarga kirishga jur'at qila olmay orqaga yondi. Shuning bilan bu qaytimqi jang oyoqlashib, qo'shin Makit orqali Oqsuv tarafga otlandi. Shu qalaymaqonchilik ichida Sobit Tamulla boshliq mahbuslar bilan hech kimning kori bo'lmay qoldi. Chunki ularni qo'riqtab ketayotgan yigitlarning ba'zilari o'lib, ba'zilari o'z halakchiligida qolgan edi. Kun qayrilganda jimjitlikqa cho'mgan qum barxanlari orasidagi yo'g'on bir tub yo'lg'un to'ydan 3 kishi putlarini orom so'rab, kishanlarini sharaqlatib, o'chiqchilikqa chiqdi. Ochliq, ussuzlik va tashvish, horg'inlikdan chiroylari totirib, ko'zlari o'ltirishib,
tonug'usiz holatga kelib qolgan bu odamlar aytmasaqmi kitobxonlarga tonish yiliqi 3 mahbus edi. Ular atrofga sinchilab qarab olib, bu atrofda odam zotning soyisimi yo'qligiga ko'zi yetgandan keyin hozirib o'midab daryo bo'yiga tushdida daryo suyidan qong'uchi ichib olishdi. Endi qanday qilamiz zamollam? Bu jangalliqda yo ochdan o'ladigan yoki bo'ri yo'lboshlarga yem bo'lib ketadigan bo'ldik. Voy isit, voy isit! Ümitsiz shayton. Tangri Allah Taolaga ming qatli shukrkim. Har holda tirik qopdimiz. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon deb tikan qadimkilar. Tirik jon bo'lgandan keyin bir nima qilamiz? Qo'ying bunday gaplaringizni. Putlarimizdagi to'mir kishan bilan nimani qila oldik, ha? Hammani qilgan siz. Janobiy boshvakil, sizning bo'shanligingiz bo'lmasa, biz bu kunlarga qolmas edik. Zerib qari hoji gapga aralashdi. Sultonbek janoblari, hozir bu gaplarni tagaydigan chog' emas. Avval al-yurt bor biror manzilni tepishning tadorigini qilayli. Qandoq deydilar damollam? Sabit tamolla uning gapiga qo'shildi va tavakkul deb daryo yoqilab menishni taklif qildi. Shuning bilan ular qurib qolgan to'g'roq shoxlarini hosil qilib yo'lga chiqdi. Gugum tushib, jahon qorong'ulashishga boshladi. Hammaning oldida ketayotgan Sabit tamolla birdilla Xudoga shukr deb varqirab tashladi va oldi tarafdan urilayotgan shamol bilan to'g'roq o'tinining sikilayotganligini aytib, tutun boyada quchqoch o'lmabdi degan gap bor. Biz qutuldik, birodarlar. Hammaylar qadamlarini tezlatdi. Uzoq o'tmay 3-4 yerda chiroq yo'riqi ko'rindi. Kishilarning sharoq-shurqini anglab, ishlar ansizlik bilan qavash qilib turdi. Ular mahallaga yaqinlashganda ishlarning qavashlari texma adab ketdi. Hatto yomonroq ishlar etilib kelishga boshladi. Odam bormi? Odam bormi? Shu asnoda bir necha odamning qorisi ko'rindi. Ular ishlarni to'sib chimitdi. Kimdir biri, "Nima odamsizlar? Bu yerda nima qilib yursizlar?" Biz yo'lovchi, musofir, yo'ldan ezib qoldik. deb javob berishdi mahbuslarmi orqa-orqadan varqirab. Shuningdan keyin yilqi odamlar mahbuslarning qishig'i kelishdi. Butun musulmonlar uchun o'rtaq bo'lgan assalomu alaykum bilan va alaykum assalom degan xosiyatlik iboralar xuddi yuz ko'rishmagan kishilarni bir-biriga to'nitadigan parolga o'xshash ularni birdamlik yaqinlashtirib qo'ydi. Biroq o'zlari salobatlik, qo'llari paxtadek yumshoq, usti-boshlari xilili tuzuk bu yo'lovchilarning putlarida to'mir kishanlarning sharaqlab turishi yilqi kishilarning ko'nglida gumon tug'dirib qo'ydi bo'lg'ay, ular nima qilishini bilmay sal tengirqab qolishdi. Sabit tamolla buni sezib muloyimlik bilan, aziz qarindoshlar, Xudo haqqi bizdan xotirjam bo'lasizlar. Biz yomildan qochgan quloq kesti o'g'ri bulonchilar emas. Taqdir qazo bilan bu to'mir chetiqlarga giribdor bo'lib qoldik. Bir oz mag'durimizga kelgandan keyin bu kishilarning sirini hikoya qilib beramiz. Mahalla oqsoqli Mahmud Qo'ychi bu gaplarga darhol ishinib ularni uyga boshladi. Ular obdan to'yinib mag'durga kelgandan keyin Sabit tamolla kishanning sirini rosti bilan qisqacha hikoya qilishga boshladi. Mahmud Qo'ychining nomi bilan atiladigan bu kichikina qo'ychilar mahallasi jahonda bo'layotgan qalaymaqonchiliklardan xoli bo'lsa-mu, qo'y savdosi bilan kelib ketib turadigan savdogarlar ba'zi ahvollarni yetkazib turadi. Bo'libmi Xo'janiyaz hoji, Sabit tamolla degan ismlar bu yerning aholisiga xilida tonish edi. Shuning uchun hikoya boshlanish bilan Mahmud Qo'ychi ahvolni to'liq tushunib, o'g'lini sandal bilan bo'lqa elib kelishga buyurdi. Bizning ahvolimiz mana shulardan iborat. Taqdirning bo'rini bizni bu xilvat makonga uchirib keldi. Xudodan qolsa, siz qarindoshlardan o'zga boshpanohimiz yo'q. Ket desanglar, mana hozirlik ketamiz. Bir necha kun orom elishga ijozat qilsanglar, haqqinglarga duo qilamiz. Yurtimiz kichik.
Zaman tar bo'lgan bilan qo'ynimiz kang damollam. Qandoq deysizlar? Dedi Mahmud Qo'ychi qo'lim qo'shnilarga qarab, hammaylar uning gapiga qo'shildi. Atsi juma kuniga to'g'ri keldi. Bu mahallada aholi oz va tuzukroq masjidmi bo'lmag'achqa juma namozi o'qishni xohlaganlar goh uloqliq, goh yoyoq minib, 7 to'g'roq degan yerga berishadi. Bugun bu mahalladan tunji qitim juma namozi o'qilmoqchi bo'lganligi cho'ng yangilik bo'ldi. Sabit Tamolining imomatchiligida ochiq davladagi yumshoq qum ustida juma namozi o'qilib bo'lgandan keyin Zerib qori hoji Misr ohangida shundoq bir qiroat qildiki, umrida bundoq mungli qiroatni anglab boqmagan sahro xalqining ko'pchiligi o'zini tutolmay yig'lavdi. Shu juma namozidan keyin mahbuslar texmi e'tiborliq mehmonlarga aylanib qoldi. Bir kuni Sultonbek bir chekim nasni og'ziga tashlab turib, Sabit Tamollaga mundaq dedi. Xo'sh, Tamollam, bu yerda mehmondorchilik o'ynab yetaveramizmi? Yo'qsa, begim, bu yerdan albatta ketishimiz kerak. Nega ketamiz? Xo'ja Niyoz hojim nada bo'lsa shu yerga. Nima? Siz nima da'votsiz? Aqlingizdan ozdingizmi? Yo'qsa, aqli o'shim joyida. Aqli o'shingiz joyida bo'lsa, shundoq gapni qilamsiz? Bu mening qarorim. Qo'ying bundoq gaplaringizni. Rostini sarang bo'psiz. Yo'qsa, men sarang bo'lmadim. Amsa, siz shu soqolning oldiga o'z oyog'ingiz bilan berib, beshingizni o'limga tutib bermoqchimisiz, ha? Dunyoda sizdek hamoqat kishi bo'lmas deyman. Keklik chig'ida putini qiltoqdan bo'shatgan hamon jinini daldiga oladi. Siz bo'lsangiz beshingizni. Shundoq. Men Xo'ja Niyoz hojining qishig'a beshimni qo'ltig'imga qisib boraman. U meni beshi cho'ng tamolla, o'zini bo'lsa cho'riq cho'ng tog'chi deydi. Bu gapni sizmi anglagan? Alhol, bugungi vaziyatda men shu beshimni uningga topshirmasam, uning ikki puti bir o'tki tiqiladi. Tushundingizmi, begim? Demak, siz o'sha oqsoqol uchun o'zingizni o'limga tutib bermoqchimi, ha? Yo'qsa, uning o'zi uchun emas. U boshlagan muqaddas ishning shon-shuhrati va obro'yi uchun o'limga roziman. Bu qandoq mantiq, ha? Men zodi tushunmadim. Men tushundim. Tamollam bilan bizning beshimiz kesilmasa, Xo'ja Niyoz hojining tili kesiladi. Ya'ni u kishi o'z xo'jayinnlari oldida hisob berolmay qoladi. Bas. Shu vajdan men mo Tamollam bilan birga ketish qaroriga keldim. Har ikkingizga jin tegibdi. Sultonbek ashundoq deb vorqirgan peti uydan chiqib ketdi va shu kunlar bir ot setib oldi. Ondan bir kishini yo'l boshlashga yollab oldi-da, "Xo'tanga berib, men bitimni hazratga qo'shilaman" deb yo'lga chiqib ketdi. Sabit Tamolla bilan Zerib qori hojilar Xo'ja Niyoz hojini Makit yoki Maralbeshida bo'lishi mumkin degan faraz bilan shu tarafga ketmoqchi bo'ldi. Mahmud Qo'ychi ularni to'sib qilishga ko'zi yetmagandan keyin o'g'lini hamroh qilib 3 eshak bilan yo'lga selib qo'ydi. Xo'ja Niyoz hoji Makitdan Maralbeshiga ketayotganda Sabit Tamolla boshliq mahbuslarning izsiz yo'qolganligini anglab, ochchig'idan o'zini qo'yadigan yer topolmay qoldi. Ammo kimga qo'yishni bilmaydi. Chunki ularni qo'riqtab mangan yigitlarmi g'oyib bo'lgan edi. Shuning uchun G'opur tanjog'ni orqaga yinib, mahbuslarni qayerdan bo'lmasin tepib kelishga buyurdi. G'opur tanjog' bir to'p yigitlari bilan Yezi kentlarni oralab yurib, Makitning Eg'iz degan kentida mahbuslar bilan uchrashib qoldi va ularni boshqadan kishallab ko'tek horvi bilan hojining qishig'i mangdi. Keyingilar bizdan kulmasa damollam. Qachonki taqdir nozil bo'lsa, unodan qechib qutulmoq yo'q degan hikmat yodinglarda bo'lsa kerak, azizim. Dedi Sabit Tamolla g'amkin kulimsirab. 20-bob sirliq qoshqun. Texi boyila vujudidan qon turab turadigan Majongning amdilikda shuncha jimg'or va sirliq bo'lib qoldi.
Seven Hiden Qaçqın Majongyu. Örümçi bosuğusidan qo'g'linib, davanchingda ajallik zarbiga uchragan Majongning cheriklari Turpan o'ymonligida turolmay, fevral oyining oxirlarida Janubiy Shinjongga qaytishga boshladi. Ularni top zambirak, temir konka va aeroplanlar bilan qurollangan qudratli bir qo'shin qo'g'lab ketyotdi. Bu qo'shinning asosiy gavdasi general Borgen qo'mondonligida Altay Yeskilar nomi bilan Shinjongga kirgan Sovet Qizil armiyasi va general Bekityev qo'mondonligidagi Oq Urus polklari bo'lib, uning tarkibida bir qism Mo'ng'ul, Xanzu va Uyg'ur cheriklari bor edi. Bu qo'shin odatda o'lka armiyasi deb ataladi. Partlayotgan bomba, etilayotgan top zambirak va pilimot o'qlari ostida qechayotgan Majongning cheriklari xuddi tog' bag'ridan etilib tushayotgan dahshatli qiyonda do'minib ketayotgan tashlarga, yildizidan qo'mirilib eqib ketayotgan o't giyohlarga yoki o'visi chuvilib, gumurilib ketib halokat dashtida pitirab jon talashib yurgan boshpanoqsiz jondorlarga o'xshab qolgan edi. Bir necha kun ichida 90dan ko'rlig'icha bo'lgan cho'ng-kichik yo'llar odam va ot uloqlarning jasadlari bilan to'lib ketdi. Nefis qor ustida ingrab yotgan eg'ir yordorlarmi ochliq, ussizlikdan yer tatilov etib jon berdi. Her ikki putidan ayrilgan 30 yoshlar chamisidagi bir qori cho'qir cherik 5 qadamcha yerda oqboz otni o'ynatib kelayotgan Majongni ko'rib qoldi-da, ikki qo'li bilan yer tayinib beshini ko'tardi. Meni tashlab ketmang, hurmatli sardorim. Ben sizning 7 yillik askaringiz. O'zingiz qor yilpiz deb raqam qo'yib qo'ygan hilqi xiymoza men emasmi? Bana ishingiz og'risin. Xiymozimisan? Yaxshi. Putun saqayganda